Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Python asoslari kursimizning 19-darsiga xush kelibsiz. Bugun biz Object Oriented Programming, ya'ni obyektga yo'naltirilgan dasturlashning 3 ta asosiy tamoyilini ko'rib chiqamiz. Meros olish, polimorfizm, kapsullash bilan tanishamiz bugun. Demak, meros olish bir klass boshqa klassning xususiyatlarini meros qilib olishi mumkin. Boshqa klassdan xususiyatlarini meros qilib olish, ya'ni meros olish deyiladi Object Oriented Programmingda. Demak, kod yozib qo'ygan oldinda klass yaratamiz. Ya'ni o'tgan darsimizda Object Oriented Programming birinchi darsimizni ko'rsangiz, u yerda klass yaratish hammasi tushuntirilgan. Demak, boshini ko'rib keling, maslahatim. O'shanda mana kodlarni tushunasiz, bo'lmasa tushunmasangiz mumkin. Demak, klass yaratyapmiz va klassimizga nom beryapmiz. Ya'ni klassimiz hayvon degan klass va metod yozyapmiz va hayvonga xususiyat beryapmiz. Ya'ni nomi, yoshi. Demak, bu birinchi metodimiz. Va hayvonimizda xususiyatlari bor. Ovoz chiqarishi mumkin. Ya'ni bu ikkinchi metodimiz, ovoz chiqarish. Ya'ni hayvonimiz xuddi mana shu ovozni chiqaradi. Return orqali qaytaryapmiz chiqarilgan ovozni. Va uxlash metodi bu. Ya'ni hayvonimiz uxlashi ham mumkin ekan. Xususiyati bu, uxlash xususiyati. Demak, yugurishi mumkin ekan. Bu yugurish metodi, ya'ni yugurish xususiyati klassning, hayvonning. Demak, meros oluvchi bola klass. Ya'ni biz ikkinchi klassimizni yozyapmiz. Ya'ni ikkinchi klassimiz mushuk degan klass. Birinchi klassimiz hayvon degan klass edi. Va mushuk degan klassimizga hayvon degan klassimizdan, ya'ni birinchi klassimizdan meros olyapmiz. Demak, mushuk degan klassimizga hayvon degan klassdan meros olyapmiz, ya'ni asosiy ota klassdan. Metod yozyapmiz. Ya'ni mushugimiz xususiyatlari, nomi, yoshi, rangi bor ekan. 3 ta xususiyati. Va bu yerda super metodi orqali, ya'ni ota klassimizdan, hayvon degan klassimizdan xususiyatlar olyapmiz. Ya'ni meros qilib olyapmiz. Ya'ni ota klassimizdan nomni, yoshni meros qilib oldik mushuk degan klassimizga. Demak, mushuk degan klassimizda ovoz chiqarish. Demak, ota klassimizda ovoz chiqarish metodi bor edi. O'shani biz hozir mushuk degan klassimizga metod yozib, ya'ni override qilyapmiz. Ya'ni o'sha metodimizda, ya'ni hayvon degan klassimizning xususiyatidan bu yoqqa mushuk degan klassimizga meros olyapmiz. Ovoz chiqarish mumkin. Demak, bu mushuk ovozi. Demak, mushuk degan klassimizda sichqonni ushlash xususiyati ham bor ekan bu klassimizda. Demak, yana bitta klass yaratyapmiz bu yerda, it degan klassimizga hayvon degan klassdan xususiyatlar meros olyapmiz. Ya'ni asosiy klassimiz, ota klassimizdan metod yozyapmiz. Bu it degan klassimizning xususiyatlari, nomi, yoshi, zanjirli. Demak, ota klassimizdan super metod orqali nomni, yoshi degan xususiyatlarda meros qilib olyapmiz. Demak, it degan klassimizda ovoz chiqarish metodi bor bunda ham va
bu itning chiqaradigan ovozi. Bu yoqqa yozuv tekst sifatida yozib qo'yganmiz. Bu 3-metodimiz qo'riqlash metodi ekan. Demak, mushu degan obyekt yaratyapmiz va mushu degan klassimizdan mushu degan klassimizga xususiyat beramiz. Ya'ni birinchi xususiyati mushugimizni nomi, yoshi, rangi. Biz bu yerda mushu degan klassimizga nom beryapmiz va yosh beryapmiz va rang beryapmiz. It degan obyekt yaratyapmiz va it degan klassimizdan ya'ni xususiyatlar beryapmiz. Bunga ham bunda ham xususiyatlar bor edi. Nomi, yoshi, zanjirli. Ya'ni zanjirlimi, yo'qmi? True, to'g'ri. Print orqali mushu degan obyektimiz chaqiryapmiz va ovoz chiqarish metodini ishlatyapmiz bu yerda. Va ikkinchi nimamizda printimizda it degan obyektimizni chaqiryapmiz va bunga ham ovoz chiqarish metodini chiqaryapmiz. Keling, kodni ishga tushiraylik. Bugun 19-darsimiz. 19-dars .py mana ko'rib turganingizdek, mushu degan obyektimizda ovoz chiqarish metodiga murojaat qilgandik. Bizga mushugimizni ovozini chiqarib berdi. Ikkinchi it degan obyektimizga murojaat qilyapmiz. Ovoz chiqarish metodiga va bizga itni ovozini chiqarib berdi. Demak, ikkinchi kodimiz kommentdan chiqaramiz. Mushu degan obyektimizni chaqiryapmiz va uxlash metodini chaqiryapmiz, qo'llayapmiz, to'g'ri. Va yana mushu degan klassimizni chaqiryapmiz, sichqon ushlash metodini chaqiryapmiz. Ya'ni birinchi nimamizda uxlash metodi mosh uxlamoqda. Ya'ni ota klassdan meros kodni saqlamoqmiz. Mosh uxlamoqda. Ikkinchi nimamizda mosh sichqon ushlaydi. Ya'ni xususiyati bu. Bu mosh mushugimizning nomi. Demak, itimizni degan obyekt yaratgandik, buni ham ko'rishimiz mumkin. Yani it degan obyektimizni chaqiryapmiz va yugurish metodini ishlatyapmiz. Bu yerda yugurish degan metodimizni chaqiryapmiz va it degan obyektimizni chaqirib qo'riqlash metodimizga murojaat qilyapmiz. Ya'ni it degan klassimizdagi itimizning nomi ekan Rex, ya'ni Rex yugurmoqda, Rex qo'riqlayapti, qo'riqlaydi. Demak, bu asosiy ota klassdan, ya'ni super klassdan bola klassga meros olishga misol edi. Ya'ni object oriented programmingda xuddi shunday meros olish mumkin ekan asosiy klassdan. Ya'ni bitta narsaga e'tibor bering, ya'ni meros olayotganimizda, masalan, meros hayvondan meros oldik, o'sha birinchida yozilish kerak o'sha klass. Ya'ni meros olmoqchi bo'lgan klassimiz doim birinchida yozilish kerak. Mana bu klassimiz birinchida yozilgan. Ya'ni ikkinchiga yozib, ikkinchidan birinchiga meros ola olmaysiz. Ya'ni tartibi shunaqa. Meros olish uchun birinchi asosiy klass yoziladi. Xo'p. Bu kodimizni commit qilib qo'ysak bo'ladi. Shuni tursak yaxshiroq bo'lar ekan. Ikkinchi kodimizni ham commitdan chiqarib olamiz.
Demak, o'zi polimorfizmga to'xtalamiz. Demak, polimorfizm turli klasslar bir xil metodga ega bo'lishi, lekin har biri o'ziga xos tarzda amalga oshirilishi polimorfizm deyilar ekan. Demak, kodni tushuntiraman. Demak, klass yaratyapmiz. Transport degan metod yozyapmiz. Harakatlanish metodi bor. Unga metodimiz bo'sh ekan, paste qilib qo'yibmiz. Klass avtomobil degan klass yaratyapmiz va transport degan klassimizdan meros olyapmiz. Def metod yozyapmiz. Harakatlanish metodi. Ya'ni har bir klassda harakatlanish degan metod mavjud. Demak, har bir klassda metod o'ziga xos tarzda amalga oshiriladi. Bir xil metod turli natijalar beradi. Avtomobil uchun matn chiqaryapmiz. Avtomobil yo'lda yuryapti. Ikkinchi klassimiz samolyot degan klassimiz. Transport klassidan meros olyapmiz. Demak, bunda ham harakatlanish metodi mavjud, lekin matni boshqacha. Samolyot havoda uchyapti. Demak, metodlar bir xil, lekin chiqariladigan matnlar har xil bo'lyapti. Demak, kema degan klass yaratyapmiz, yana transportdan meros olyapmiz. Bunda ham harakatlanish metodi mavjud. Kema suzdi va suzyapti. Bu kemani qaytaradigan matn ekan. Kemadagi metodimiz qaytaradigan matni. Demak, polimorfizm ko'rsatamiz. Transportlar degan o'zgaruvchi yaratilyapti. Avtomobil klassimiz chaqirilyapti va samolyot degan klassimiz chaqirilyapti va kema degan klassimiz chaqirilyapti. For sikl orqali transport degan o'zgaruvchi yaratyapmiz va transportlar degan o'zgaruvchimizdagi qiymatlarni yuklayapmiz bunga va print orqali transport nuqta harakatlanish degan metodimizni chaqiryapmiz. Keyin shu kodni ishlatib ko'raylik. Bularni komment qilib qo'ysak tushunarliroq bo'ladi ancha. Mana ko'rib turganingizdek, barcha klassimizdagi matnlar bizga qaytarib berdi. Avtomobil yo'lda yuribdi, samolyot havoda uchyapti, kema suzyapti. Ya'ni biz for sikl orqali barcha klassimizdagi qiymatlarni olib oldik. Endi polimorfizm orqali olib oldik barcha klassimizdagi nimani? Ma'lumotlarni. Yana klass yaratyapmiz. Transport degan harakatlanish mumkin. Harakatlanish metodi mavjud ekan. Avtomobil degan klass yaratyapmiz. Transportni meros olyapmiz avtomobil klassimizga. Bunda ham harakatlanish metodi bor va hokazo. Xuddi tepadagi kod qaytarilyapti. Demak, bu yerda ham transportlar degan o'zgaruvchi yaratyapmiz va barcha klasslarimizni chaqirib olyapmiz. Polimorfizm ko'rsatamiz. Demak, for sikl orqali xuddi o'sha tepadagi holat kelyapti yana bu yerda ham. Bunda ham o'sha ularda qaytaradi barcha klassimizdagi ma'lumotlarda. Tushunarli. Komment qilib qo'yaylik, uni tushunarli bu tepadagi kodimiz bilan bir xil.
birinchi kodimiz edi shekilli. Yana bir misol. Klass yaratyapmiz. Shakl degan klass. Demak, bunga metod yozganmiz. Yuzani hisobla. Yuzani hisobla degan metod ekan. Klass yaratyapmiz. Kvadrat klassimiz nomi. Shakldan meros olyapmiz. Demak, kvadrat degan klassimizga xususiyat beryapmiz. Ya'ni tomon degan xususiyat beryapmiz. Yana bitta metod yaratyapmiz. Yuzni hisobla. Ya'ni shakl degan klassimizda ham yuzni hisobla degan metod mavjud edi. Return orqali qiymat qaytaryapmiz. Ya'ni tomon degan xususiyatimiz darajaga ko'tarilyapti 2 ga va chiqqan natijani return orqali qaytaryapmiz. Yana klass yaratyapmiz. Aylana degan shakl degan klassimizda meros olyapmiz. Bunga ham aylana degan klassimizda radius degan xususiyat bor ekan. Yuzani hisobla. Bunda ham ushbu metod bor. Tepadagiga o'xshab va return orqali pi ni qiymatini beryapmiz va ko'paytiryapmiz radiusga va darajaga oshiryapmiz 2 ga. Uchburchak degan klass yaratyapmiz va shakl degan klassimizni meros olyapmiz. Demak, bunda ham yuzni hisobla degan metodimiz bor. Bu klassimizda ham 0.5 ni ko'paytiryapmiz. Asos degan xususiyatimizga asosga qiymat beriladi bularga va ko'paytiryapmiz balandlikka. Demak, shakl degan o'zgaruvchi yaratyapmiz va klasslarimizni chaqiryapmiz va klasslarimizga qiymat beryapmiz. Masalan, kvadrat degan klassimizga qiymat sifatida 5 beryapmiz tomonga. Va aylana degan klassimizga 3 beryapmiz. Ya'ni radiusga 3 beryapmiz. Uchburchak degan klassimizga asosga 4 beryapmiz. Balandlikka 6 beryapmiz. Va for sikl orqali shakl degan o'zgaruvchi yaratyapmiz. Va shakllar degan o'zgaruvchimizdagi qiymatlarni shaklga yuklab printga yuzasi va shakl deyapmiz. Shaklda, ya'ni o'zgaruvchimizdagi yuklangan yangi o'zgaruvchimiz shaklda yuzani hisobla. Ya'ni har bir klassimizda mavjud bu metod. O'sha metodni chaqiryapmiz. Kodni ishlatamiz. Mana ko'rib turibsiz. Yuzasi 25 birinchi klassimizda, ikkinchi klassimizdagi bu, uchinchi klassimizdagi qiymat bu. Barcha klasslarimizda yuzani hisobla degan metod mavjud. Demak, bu polimorfizmga kichikroq misol edi. Komment qo'yib qo'yamiz kodimizda. İkinci kodumuzu kommentdan chiqarsak, demak, kapsullashga misol ko'ramiz. Ma'lumotlarni himoya qilish va ularga faqat maxsus metodlar orqali kirishni o'rganamiz. Ya'ni kapsullash deyiladi bu. Klass yaratyapmiz, bank hisobi degan va unga metod yozyapmiz. Metodimizga xususiyatlar beryapmiz. Ya'ni bank hisobda xususiyatlar bo'ladi. Masalan, shaxsning ismi va balansi mavjud ekan. Demak, self ism teng ismga self e'tibor bering, ikkita chiziqcha. Demak, ikkita chiziqcha va balans yozilyapti. Ya'ni maxfiy atribut hisoblanadi bu. Ikki pastki chiziqcha.
demak bunga faqat klass ichidagi metodlar orqali kirish mumkin. Demak, yana bu yerda metod yozyapmiz. Balansni o'qish uchun ishlatiladi bu. Balans ko'rsat degan metod. Return orqali balans self ikkita chiziqcha bilan yozyapmiz, ya'ni balansimizni. Ya'ni bu balansimiz maxfiy saqlanadi, ya'ni maxfiy bo'lgani uchun ikkita nima qo'yilgan, chiziqcha qo'yiladi. Kapsulash deyiladi bu. Va so'm deyapmiz, ya'ni balansimizni chiqarib, mana shu uchun so'm deyapmiz. Demak, ikkinchi metodimiz pul qo'shish, balansni o'zgartirish metodi bu. Cheklov bilan cheklovlar bor ekan. Demak, miqdor deyapmiz, shart beryapmiz, if deyapmiz. Miqdor katta bo'lsa 0 dan self, ya'ni balansimizni chaqiryapmiz. Ya'ni maxfiy balans va maxfiy balansimizga qo'shyapmiz miqdorda. Return orqali miqdor so'm qo'shildi deb matn chiqaryapmiz va else deyapmiz. Agarda miqdor musbat bo'lishi kerak deyapmiz, ya'ni bu yerda matn chiqaryapmiz. Else tanasidagi kod bu. Def orqali pul yechish metodini yana yaratyapmiz. Miqdor degan parametr qabul qiladi. If deyapmiz. Miqdor katta bo'lsa 0 dan, ya'ni maxfiy balansimiz teng yoki katta bo'lsa miqdordan, mana shu shartlar bajariladi. Self, ya'ni balansimizni chaqiryapmiz va balansdan ayirib tashlayapmiz miqdorda va matn qaytaryapmiz extra yordamida. Yechilgan, ya'ni biz qancha miqdor kiritgan bo'lsak, o'shancha miqdor so'm yechildi deb matn qaytaryapmiz. Else deyapmiz. Agar noto'g'ri miqdor kiritilsa, noto'g'ri miqdor kiritildi deb matn qaytaryapmiz. Demak, test qilamiz. Hisob degan obyekt yaratyapmiz. Demak, bank hisobi degan klassimizga birinchi xususiyat, ya'ni ismga ism beryapmiz, ikkinchisi balans, ya'ni ism beryapmiz va balans 1000 so'm beryapmiz. Print orqali hisob degan obyektimizni chaqiryapmiz. Balansni ko'rsat, ya'ni balansni ko'rsat metodiga murojaat qilyapmiz. Ya'ni birinchi metodimiz bu getter metodi, ikkinchi metodimiz setter metodi. Demak, balansni ko'rsatadi. Bu yerda mana printda chiqadigan ma'lumotlarni chiqarib yozib qo'ygan. Print qilsak o'sha ma'lumot chiqishi kerak. Bizda xato, attribute error deyapti. Chunki bu oxiridagi printimizda attribute error berish kerak. Hozir buni tushuntiraman. Demak, birinchi metodimiz orqali balansni ko'ryapmiz va obyektimizni chaqiryapmiz va pul qo'shish metodini chaqiryapmiz klassimizdagi va unga 500 so'm qo'shyapmiz va 500 so'm qo'shildi deb bu yerda bizni printda ham ko'rsatibdi. Ko'rsatib turadi, 500 so'm qo'shildi. Ya'ni obyektimizni chaqiryapmiz, yana pul yechish metodidan foydalanyapmiz. Pul yechish metodini chaqiryapmiz klassimizdan va 200 so'm pul yechmoqchimiz, ya'ni pul yechib oldik 200 so'm. 200 so'm yechildi deb bizga matn chiqaryapti va obyektimizni chaqirib balansni ko'rsat, ya'ni balansni ko'rsat metodimizga murojaat qilyapmiz va u bizga balansni ko'rsatyapti. Mavjud balansimizni, ya'ni operatsiyalar bajardik, pul qo'shdik, pul yechdik, undan keyin qolgan balansimizni ko'rsatyapti bizga. Demak, ya'ni to'g'ridan to'g'ri kirish mumkin emas. Kapsullash, ya'ni maxfiy nima bo'ladi bu? Kapsullash himoyalangan bo'ladi.
ma'lumot himoyalangan bo'ladi. O'shaning uchun to'g'ridan-to'g'ri kirish mumkin bo'lmaydi. Mana bu yerda obyektimiz chaqirib, to'g'ridan-to'g'ri balansga murojaat qilib bo'lmayapti. Chunki bu maxfiy nima bo'ladi? Metod bo'ladi. O'shaning uchun to'g'ridan-to'g'ri kirish mumkin bo'lmaydi, iloji bo'lmaydi va bizga xato atribut qaytaradi bizga. Ya'ni hisob degan obyektimizni balansini ko'rish uchun balans ko'rsat degan metodimizga murojaat qilibgina ko'rishimiz mumkin, lekin to'g'ridan-to'g'ri ko'rib bo'lmas ekan. Xo'p, demak, bu kapsullashga misol edi, kichikroq. Endi commit qilib qo'yamiz. Amaliy loyihamizga ham qiziqroq bir dastur tuzganmiz. Juda uzun ekan. Hop. Bu yerda commitdan chiqarib olsak. Demak, import orqali random modulimizni import qilib olyapmiz dasturimizga va klass yaratyapmiz. Ya'ni qahramon degan klass. Keling bu dastur haqida ozroq ma'lumot beray. Demak, Object Oriented Programmingdan foydalanib o'yin qahramonlari tizimini yaratamiz. Ushbu kodda o'sha tizimni yaratganmiz. O'sha o'z kodni tushuntirib beraman. Klass yaratyapmiz. Qahramonlar degan. Buni qahramonda xususiyatlari mavjud. Ya'ni nomi, salomatligi, hujum, ya'ni hujum qilish xususiyati bor. Self funksiyasi orqali nomga teng deyapmiz. Self salomatlik. Buni bitta chiziqcha bilan beryapmiz. Protected attribute hisoblanadi. Salomatlik va hujumga teng. Joriy salomatlikdan joriy salomatlikka teng deyapmiz. Va bu klassimizga, qahramon degan klassimizga hujum qilish metodini qo'shganmiz. Random randit orqali son generatsiya qilyapmiz. Random funksiyasi son generatsiya qilish uchun ishlatilarida. Bu haqida modullar darsimizda gaplashganmiz to'liq. Va hujumdan ayiryapmiz 5 ta. Va ikkinchi nimamizda hujumga qo'shyapmiz 5 ta. Ikkinchi metodimizda zarar olish, ya'ni zarar olish qobiliyati ham bor ekan bu qahramonimizda. Ya'ni self deyapmiz, joriy salomatlikdan ayiryapmiz. Kelib chiqqan zararni ayirib tashlayapmiz va if shart operatori orqali joriy salomatlik kichik bo'lsa 0 dan deyapmiz va yana bu yerda nima yozyapmiz? If tanasiga kod yozyapmiz. Joriy salomatlik teng bo'lsa 0 ga deyapmiz. Va uchinchi atributimiz metodimiz, ya'ni tirikmi, ya'ni tirikmi yo'qmi bilishimiz mumkin ekan. Bu metodimiz orqali joriy salomatlik katta bo'lsa 0 dan tirik bo'lar ekan qahramonimiz. Demak, yana metod yaratyapmiz. Holatni ko'rsat degan metodimiz bu. Ya'ni qahramonimizda holatini ko'rsatadi bu. Ya'ni nomi, joriy salomatligi, demak salomatligi. Joriy salomatligini bo'lyapmiz salomatligiga va chiqqan natijamizni ko'rsatadi bu yerda. Va ikkinchi klass yaratyapmiz. Jangchi degan klassimiz, qahramon degan klassimizni meros olyapmiz super metod orqali.
nomni salomatlikda hujumda merosga olyapmiz. Ularga default qiymat berib qo'yganmiz 100 va 30. Talqin pro berganmiz, mantiqiy qiymat. Demak, hujum qilish metodini qahramonimizda ham bor, bu yoqqa ham yozyapmiz. Bunda ham bor, jangchida ham. Asosiy zarar super metod orqali hujum qilishda asosiy klassimizda meros qilib olyapmiz. Return orqali integer ma'lumotlar turida, ya'ni butun son asosiy zarar ko'paytirilyapti 1.2 ga. Jangchi 20% kuchliroq. Demak, maxsus hujum degan metodimiz bor ekan jangchida. Demak, qilich bilan kuchli hujum, ya'ni maxsus hujum o'sha qilich bilan hujum qilar ekan. Demak, yana klass yaratyapmiz. Sehrgar degan klass ekan bu. Ya'ni bu o'yin qahramonlari bu. Sehrgar, jangchi, qahramon. 3 ta bizda qahramonimiz mavjud bu kodimizda. Sehrgar ham asosiy ota klassdan qahramon degan klassimizda meros olyapti. Super metod orqali nomni salomatlikda hujumda ularga default qiymat 80 berganmiz. Bunga hujumga 40 berib qo'yganmiz. Va mana 100 ga teng deganmiz self orqali. Bu o'zini bu boshqa narsa ekan, nomi bu. Buni haqida gaplashamiz. Def hujum qilish. Bunda ham hujum qilish xususiyati bor. Polimorfizm. Ya'ni barcha qahramonlarimizning hujum qilish xususiyati mavjud. If deyapmiz shart operator orqali. Mana katta yoki teng bo'lsa 20 dan self mana ayrilyapti. Manadan ayrilyapti 20. Ya'ni bu hozir gaplashamiz dedik o'shada. Bu default qiymat 100 ga teng. Va return orqali random running funksiyasi modul orqali hujumdan 10 da ayryapmiz va hujumga 10 ni qo'shyapmiz. Ya'ni bu bizga son generatsiya qilib beradi, tasodifiy son. Else deyapmiz, agar return super. Ya'ni super metod orqali hujum qilish metodi oddiy hujum qilish. Ya'ni asosiy qahramonimizga oddiy hujum qilish metodini super metod orqali olib olyapmiz. Def deyapmiz. Bu yerda sehr qilish. Ya'ni sehrgar degan qahramonimizda sehr qilish metodi ham, ya'ni qobiliyati ham mavjud ekan. If deyapmiz. Agar shart operator orqali mana katta yoki teng bo'lsa 50 ga self mana dan ayirib tashlab 50 deyapmiz. Return orqali matn qaytaryapmiz. Kuchli sehr hujum. Kuchli sehr hujum. Ya'ni kuchli sehr hujumi return orqali mana yetarli emas. Demak, yana klass yaratyapmiz. Command degan, bunda ham qahramon degan asosiy klassimizdan meros olyapmiz. Super metod orqali nomda salomatlikda hujumda default 90 berganmiz. Hujumga default 35 berganmiz. Ya'ni o'qlar soni default 3 ga teng. Def deyapmiz. Hujum qilish metodi bunda ham bor. If orqali shart beryapmiz. O'qlar soni kichik bo'lsa 0 dan, o'qlar sonidan ayirib tashlab 1 da deyapmiz. Return orqali hujumga qo'sh 15 deyapmiz. Ya'ni o'q bilan kuchliroq bu qahramonimiz. Return super metodi orqali hujum qilish qobiliyatini ham meros qilib olyapmiz bu yerda. Ya'ni def deyapmiz. Ya'ni yangi metod. O'qlarni qayta yuklash degan metodimiz nomi. O'qlar soni teng 3 ga, ya'ni default o'qlar soni 3 ga teng bo'lyapti. Return orqali o'qlar qayta yuklandi. Endi o'qlar tiklab olyapmiz bu bilan.
o'yin jarayoni. Demak, funksiya yaratyapmiz, def deyapmiz. Jang qilish funksiya nomi va unga parametr sifatida qahramon 1, qahramon 2 beryapmiz. Ya'ni jang qilish degan funksiyamiz ikkita parametr mavjud ekan. Demak, print orqali jang boshlandi deb matn chiqaryapmiz va qahramon 1 nom, ya'ni klasslarimizda bor bu nomi, ya'ni qahramonimiz nomini chiqaryapmiz va qahramonimiz vs, ya'ni urushyapti qahramon 2 bilan. Masalan, bu yerda qahramonimiz, birinchi qahramonimiz nomi nima edi? Qahramon, ya'ni nom bu yerda obyekt harakati ham berishi mumkin. Ya'ni birinchi qahramonimiz ikkinchi qahramonimiz bilan urushyapti deb matn chiqaradi. Print orqali barobarni 40 ga ko'paytiryapmiz. Ya'ni 40 ta barobar bizga paydo qilib beradi. Ajratish uchun buni round degan o'zgaruvchi yaratyapmiz. Ya'ni round 1 ga teng. Birinchi round while sikr orqali qahramon 1 tirikmi? Ya'ni bu klasslarimizda mavjud edi bu funksiya, ya'ni tirikmi degan. Ya'ni bu qahramon 1 tirikmi metodiga murojaat qilyapmiz. Ya'ni bu qahramonimiz tirikmi yo'qmi aniqlab beradi bu metodimiz va end deyapmiz, ya'ni va deyapmiz. Qahramon 2 tirikmi? Ya'ni ikkita qahramonimiz tirikmi yo'qmi o'shani aniqlab boryapmiz. Print orqali round, ya'ni roundni chiqaryapmiz. Ya'ni bizga roundimiz o'zi default 1 ga teng. Ya'ni hujum qilish, demak, zarar 1 degan o'zgaruvchi yaratyapmiz. Qahramon 1 hujum qilish, ya'ni hujum qilish metodini chaqiryapmiz va qahramon 2 zarar olish va zarar 1 deb beryapmiz. Demak, print qahramon 1 nomi hujum qildi. Zarar va ya'ni kelib chiqqan zararda bu yoqqa zarar shuncha deb matn chiqaryapmiz. If deyapmiz, not aksincha qahramon 2 tirikmi tekshiryapmiz. Qahramon 1 nomi g'alaba qozondi. Agar qahramon birimiz tirik bo'lmasa, break orqali while cycle sindiryapmiz. Demak, qahramon 2 hujum qilishi, ya'ni birinchi qahramonimiz hujum qilgandan so'ng ikkinchi qahramonimiz avtomatik tarzda hujum qiladi. Zarar 2 degan o'zgaruvchi yaratyapmiz. Qahramon 2 hujum qilish, ya'ni hujum qilish klassimizdagi metodni chaqirib qahramon 1 ga hujum qilyapmiz. Va qahramon 1 da zarar olish, ya'ni qahramon 1 hujumdan keyin qancha zarar oldi o'shani tekshiryapmiz. Zarar 2 print qahramon 2 nomi hujum qildi, ya'ni qahramonimiz kim? Masalan, kamonchi hujum qildi deyapmiz. Zarar masalan 20 zarar deyapmiz. Ya'ni hujum qilish natijasida birinchi qahramonimiz ko'rgan zararni chiqaryapmiz bu yerda. Print orqali holat deyapmiz. Qahramon 1 holatini ko'ryapmiz. Holat ko'rsat klassimizdagi, ya'ni qahramon 1 klassimizdagi holat ko'rsat metodiga murojaat qilyapmiz. Ya'ni qahramon 1imiz holatini ko'ryapmiz va qahramon 2 holatini ko'ryapmiz. Ya'ni ikkalasini holatini tekshiryapmiz bu yerda. Print orqali ayirishda, ya'ni ko'paytiramiz 30 ga, ya'ni biz ajratish uchun 30 tani ayirish bizga chiqarib beradi pastdan. Roundga qo'shilyapti 1. Ya'ni ikkita qahramonimiz ham birinchi raundda sog' salomat bo'lsa, avtomatik ikkinchi raundga o'tadi. Hozir birinchi raund o'zi default 1 ga teng. Agar bu yerda hech qaysi o'lmagan bo'lsa, +1 bo'ladi va ikkinchi raundga o'tadi. If orqali, shart operatori orqali qahramon 2 tirikmi? Ya'ni qahramon 2 tirikmi tekshirib olyapmiz. Print orqali qahramon 1 nomi g'alaba qozondi. Agar qahramon 2 miz tirik bo'lsa, bu yerda shart shunday berilgan, if true bo'lsa ishlaydi. Ya'ni qahramon 2 ni tirikmi metod orqali tekshiryapmiz. Agar tirik bo'lsa true bo'ladi, mantiqiy qiymat. Tirik bo'lmasa false bo'ladi va tirik bo'lgandagina mana shu
shart operatorimizdagi tanlasidagi kod bajariladi. Ya'ni g'alaba qozondi. Qahramon birimiz deb matn chiqaradi agar tirik bo'lsa. Test qilamiz. Jangchi degan obyekt yaratyapmiz va jangchi klassi chaqiryapmiz va qahramon deb nom beryapmiz. Qani jangchi klassimiz bizsa. Hop. Mana jangchi klassimiz. Bunga nom birinchi metodimiz xususiyatga nom berishimiz kerak. Qolgani bu yerda yozilgan hammasi. Demak, jangchi degan klassimizga nom beryapmiz, qahramon degan va sehrgar degan obyekt yaratyapmiz. Sehrgar klassimizni chaqiryapmiz va sehrgar degan klassimizga ham nom beryapmiz. Sehrgar degan va command degan obyekt yaratyapmiz. Command degan klassimizdan nishonchi deb nom beryapmiz, ya'ni qahramonimizga va jang qilish ya'ni ikkita nimani qahramonimizni jang qildiryapmiz. Jang qilish va jangchi bilan command ya'ni kamonchini urishtiryapmiz bir-biri bilan. Xuddi ishga tushiraman. Hozir ko'ramiz kod qanday ishlar ekan. Mana ko'rib turganingizdek jang boshlandi. Qahramon bilan nishonchi urushyapti. Ya'ni biz qahramon bilan nishonchini bu yoqqa berganmiz, ikkalasini urishtirganmiz. Round 1. Qahramon hujum qildi. Qahramonimiz, ya'ni birinchi qahramon hujum qilganda 36 zarar ko'rilyapti. Nishonchi hujum qildi va 50 zarar ko'ryapti u birinchi jangchimiz. Holat qahramon 50 100. Nishonchi 54 90. Round 2. Qahramon hujum qildi, 40 zarar ko'rdi. Nishonchi hujum qildi, 50 zarar ko'rdi. Holat qahramon 0, ya'ni qahramonimiz o'ldi. 100 ta joni bor edi. Nishonchi 14, ya'ni 14 ta joni qoldi va nishonchi g'alaba qozondi. Keling, sehrgar bilan urishtirib ko'ramiz. Nishonchini nima bo'lar ekan? Sehrgar bilan urishtirsak, ko'raylikchi kim yutar ekan. Round 1. Sehr hujum qildi. Sehrli sehrgar desak bo'ladi. Mana round 1 sehrgar hujum qildi. 37 zarar ko'rdi. Kamonchimiz nishonchi hujum qildi. 50 zarar ko'rdi sehrgarimiz. Holat sehrgarda 30 ta joni qoldi. Nishonchini 53 ta joni qoldi. Ikkinchi raund boshlandi. Sehrgar hujum qildi. 49 zarar ko'rdi nishonchi. Nishonchi hujum qildi. 50 zarar ko'rdi sehrgar. Holat sehrgar 0 ta joni qoldi. Nishonchini 4 ta joni qoldi. Nishonchi g'alaba qozondi. Ya'ni bu yerda nishonchimiz kuchli ekan. Ya'ni bugun polimorfizm, meros olish, kapsulash yordamida amaliy darsimizda qahramonlar dasturini tuzdik, o'rgangan bilimlarimiz orqali. Bu kodlarga tushunmayotgan bo'lsangiz, darsda birinchi darsdan ko'rib kelishni tavsiya qilaman, chunki bu kodlarni tushunish uchun noldan ilm olish kerak. Bo'lmasa bu kodlarni tushunmaysiz, bu yerda nima bo'layotganini. Xo'p, demak, xulosa qilamiz bugun. Xulosa qilsak, bugun nimalar o'rgandik? Meros olish, ya'ni kodni qayta ishlatishni o'rgandik. Ota klassdan yangi erkin klassimiz bola klassga ota klassdan xususiyatlarini, metodlarini meros qilib olishni o'rgandik. Polimorfizm, ya'ni bir xil interfeys, turli amaliyot bajardik. Kapsulash orqali ma'lumotlarni himoya qilishni o'rgandik. Object oriented programming orqali
programming xususiyatlarini ko'rib chiqdik, 3 ta asosiy xususiyatlarini va haqiqiy loyihalar, ya'ni object oriented programmingdan foydalanib amaliyda haqiqiy loyiha qildik. Ya'ni uyga vazifa hayvonlar oilasini yarating. Sut emizuvchi qushlar, baliqlar, ya'ni object oriented programming yordamida yaratasiz buni. Ikkinchi vazifamiz bank hisobi klassini yarating. Ya'ni maxfiy balans bilan kapsulash orqali bugun ko'rib chiqdik, maxfiy balans yaratishda. Uchinchi topshirig'imiz geometrik shakllar klassini yarating. Demak, sizga bugun 3 ta topshiriq. Kodlarni yozib, video ostida qoldirishingiz mumkin, ko'rib chiqamiz. Xato kamchilik bo'lsa to'g'rilaymiz. Demak, e'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.